Demak, o'rtoqlar, hammalarga salom. Bugun sizlar o'sha kutgan kun, ya'ni 25-avgust. Biz obunachilarimiz bilan 24 soat doira ichida degan video olamiz. Doiramiz yo'q ko'rinyapti, yo'q ko'rinmayapti. Ilik gap isboti bilan degan gap bor, 1 million tapataver. Lekin men bir tomondan xafaman sizlardan, chunki men ko'p obunachi kelishni kutdim, lekin bor yo'q menda 13 tagina obunachi. Bu nima? 2000 tadan 13 tagina. Keyin men hozir kelgan obunachilarimni ro'yxatini yozib olgan, birma-bir chaqiramiz, tanishib olamiz. Ben bu pul qo'limda tutsam g'alati bo'ladi, shuning uchun ham anasiga sog'ramiz. Rostdan 1 million deb. Bankanotga. Bankanotga. Ha, so'ring, baba bra. Baba Bowie. Hangi tur? Boshlaymiz bunda? Bizda birinchi ishtirokchimiz bu Ziyoda. Keling, marhamat. O'zingiz tanishtiring. Assalomu alaykum. Televizorda aytadi-ku. Orqada nima deydi? Televizor orqasidagilar uchun gapingiz bo'lsa bemalol. Men Yo'ldosh Vayozada bugungi o'yinga keldik obunachilar bilan birga. Doim yutib ketaman degan umiddaman. Omad. Ikkinchi ishtirokchimiz Sadina. Sizlar marhamat gaplaringiz bo'lsa. Okey, sizga ham omad tilaymiz va o'tib tursanglar, hozir qoidalar tushuntiramiz. Uchinchi ishtirokchilarimiz esa Jahongir, marhamat. Edit qilib beramiz, mamlaq turaylik siz uchun. Gapingiz obunachilar. Ha, futbolistmi? Mana bunaqasi borligiga tushuntaman, boshqacha o'ylab qoldim. Gapiring. Shu doira ichida 24 soat obunachilarman. Videolarni ko'rganmisiz? Qancha obunachimiz bor? 1-2dan boshqa. Adashsiz bor. Bizada keyingi jamoa deyman, chunki ular para bo'lib kelgan ekan. Islomxon va Behruzbek. Gapinglar bormi? Yo'q. Ish bo'lmasa salom. Bizlar yutamiz. Harakat qilamiz, amalga olmay. Agar Behruz chiqib ketsa nima qilasiz unda? Islomxon. Keyin siz pul olib ketasiz, bularga berasiz. Men maqsadim keyingi ishtirokchimiz biza Asadbek. Sizda ham mazmunli gaplar bormi yo'qmi? Omad tarafdan ichish kerak. Oo, takoy bo'lmasa. Zo'r, qarsaklarmi? Va keyingi ishtirokchimiz Marjona. Bu bilsanglar agar uje K5 jamoasining a'zolaridan boshlandi. Obunachilarimizga sal qiziqroq bo'lish uchun K5 ham mana shu challenge'imizda qatnashadi. Charchadim. Yes. Bro. Senga yarmini beraman. Ha, shunchalik boshqa aytsin. Keyingi ishtirokchimiz Habib. Yesizcho, Habibni obunachilar ko'p. Habib Aura. Habib sizlar deb yozib ketinglar. Habibni obunachilarimiz. Habib bo'ldimi? To'g'ri qaytarsin. Kim Muhammad Ali? Ha, Muhammad Ali o'tgan 24 soat basenda degan videomizda ham qatnashgandi. Bu videomizda ham keldi. Agar Muhammad Alini yana kanalimizni ko'rishni xohlasanglar, Muhammad Ali nima deb yozasiz? Egzot qo'ying. Zo'r, okey. Keyingisi bizada Farizoda. Biz yo'q, boshlanib ketdik. Keyingisi Abduhakim. Bormi? Balos. Olib qo'ying. Shu o'tirgan ovoz kerak edi. I believe we can say bo'ldi bu yoqda. Keyingisi Said Kamol. Qarsak eshitmayapti. Day, kapay. Men Tumanazar Said Kamol. Bo'ldimi? Men yetaman demaysizmi? Men yetaman. Okey, keyingi ishtirokchimiz o'sha qizlar yana boshlandi. Ezoza va Farida. Kelinglar, bo'ldi, kelinglar. Da, yes, bu это мой круг. O'rtalarga turibdi. Ochdi. Patsvet kiyinganmiz esa. Ya, men bularni dinozavr paytidan berib kelataman. Men bularni eng aktiv obunachisi, birinchi obunachisi bo'laman. Addushi, toj olib kelmagan. Rozi bo'laman. Keyin Faridani jo'nat publikatsiyaga jo'nat toj kiyib tushgan rasmini o'qiymiz. Albatta. Rostdan aytadigan bo'lsam, meni bor yo'q 30 tagina obunachim borda, mana shu Farida bo'ladi ichida. Ya'ni dinozavr davridan beri bizni kuzatib keladi. Так что, Farida, Da, endi ya. Farida Sela, Farida Aura deb yozib qo'yinglar. Da, sizlar ham kuzatinglar. Qoch bo'ldi, tushdi. Da, bo'ldi. Bu videoda men yutaman. Oxirida edit qilib borasizlar. Albatta men yutaman.
Sila. 20 gapirishdan yutamiz. Da. Bo'ldi endi boshlaydi. Qoidalar tushuntiramiz endi ishtirokchilarga. Endi hamma ishtirokchilar doiraga taklif qilamiz va videoni boshlaymiz. Ishtirokchilarimiz doirani ichiga kirib oldi. Endi men bularga qoidalar tushuntirishim kerak. Eshitinglar. Qizlar, sekinroq gapiringlar. Qaranglar, qoidalar doiradan chiqsa, o'yindan chiqadi. Tushunyapsizlar-a? Mana bu chiziqdan chiqdingmi, o'zi o'yinda emassan sen. Chiqib ketaman. Qaranglar, har 15 minutda turli xil mini challengelar bo'ladi. O'sha challengelardan o'ta olmasanglar, o'yindan chiqasiz. Eshityapsizlarmi o'zi? O'yin davomida hojatga, baloga, battarga chiqish mumkin emas. Turganlarga aytdim, g'alati. Просто так mumkin emas. Bososi ham chiqib ketaveradi. Yes. Keyin agar anavni bajarolmasangiz, men masalan shart berdim, o'shani bajarolmasanglar chiqib ketasiz. Savol beraman, masalan aytyapman, men Parijda yig'ar. Biz birinchi videomiz nima edi desam, bu javob bera olmadim, bunga minus yoziladi. Lekin Mamad E'zoz javob berdi. Shunaqa edi desa, bunga plus ketadi. Shunaqa ballar hisoblanib, eng oxirdagi ikkita anavi eng pasti chiqadi. Bo'ldi. Просто sizlar turib berishinglar kerak, keyin bir ikki gapirib turasizlar, bo'ldi. Tushundinglar-a? Unda boshlaymiz. Ketdimi? 10:48 da boshlaymiz. 15 minutdan keyin hozir bemalol nima qilsanglar qilaveringlar. Telefoninglar olib o'tirib yodlayapsizlar. Hamma telefonni olib kelaversin. E'tiboringlar uchun bu kanal boshidan beri tushundinglar, men kuzatib kelaman. Agarda bundan keyingi videolarda men chiqishimni xohlasanglar, просто kommentariyaga yurakcha tashib qo'yinglar, men o'zim chiqib olaman. Edit bor. Kep shunaqa gapirib ketinglar, ey. Edit borasa, edit. Hamma qarab turibdi. Mana bular. Ot tushundiram. Uni ham boshqa qilamiz. Yana berib turing. Nima qilyapsizlar? Bo'ldi. Telefonni olib qo'ymaslik kerak bo'lsa, Ko'rganmisizlar, ko'rganmisizlar bizani? Yo'q, men ko'rmaganman. Kechirasiz qildi. Lekin yutishga harakat qilaman. Bugun men yutaman. Mana ishda kulinglar, saytga borsa, Yonaqasiga tushish kerak. hay, qabish tushasizlarmi? Davay. Lekin bola biz videomizni endi ko'ryapti. endi ko'ryapman, biz zerib ketdim. Hali. Shunaqa o'tizing bo'lsa, Yondagilarimiz yonda. Hamma akkauntimdan hammasini ko'rib chiqqanman. Shuning uchun zerikib ketdim. Abduhakim ko'tarib otvoringlar. Abduhakim ko'tarib otvoringlar. Muhammad Ali ko'tardi, doiradan otvor. Okey, qaranglar. Birinchi 15 minutdan so'ng bu yerda sizning suvingiz reklamasi bo'lishi mumkin edi. Bizda ilk mini challenge, ya'ni 10 marta eng tez tepaga sakrash. Qarang, sekunddan qiladi. Masalan, Muhammad Ali 8 sekundda 10 marta sakrash mumkin. Endi men bu bola Said Kamol esa 2 sekundda sakrab qo'yish mumkin. Bu degani Muhammad Ali chiqib ketadi. Eng past ikkitagina eng past ko'rsatgan ikkita odam chiqib ketadi. Birinchi ishtirokchi boy guruhga po'ch chaqiramiz. Ziyoda ekan. Shuning uchun boshlaymiz. Nimaga? To'g'ri saksaydi. 1, 2, 3. Tez, давай. 388. Endi bizda 3-inchisi boshladik. Voy! 196. Oyoq yerdan usulsa bo'ladi. Yes. 1, 2, 3. 3. Ровно 3. Arosh, nima? Hozir bizda keyingi ishtirokchilar Islomxon va Behruz. 1, 2, 3. Eng ko'p qilgan kim? Mana eng ko'p. 237. Behruzbek. 1, 2, 3 ket. Agar hamma narsa bergan bo'lsa, 1, 2, 3 ket. Ya, To'g'ri 34. 1, 2, 3 ketdi. 366. Muhammad Ali. 1, 2, 3 ket. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4.
Yuragi ichida g'alati bo'lib ketdi. İlayma ilah. 1, 2, 3 ketdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8. Abduhakim. 1, 2, 3 ketdi. 325. Yaxshi. Davay. Ikkita 1, 2, 3 ketdi. 207. Ezoza. Chunki men o'sha Meni mumkin liniyani bosib olsam. 2, 3. 220. 1, 2, 3. Bo'ldi? Ya? 5ta bo'lib qoldi. Ha, okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 336. Endi natijalar ko'ramiz. Lekin Mamatachi reallari bo'lib qoldi. Birinchi sakragan Ziyoda bo'ldi. Men sakrasam. Hozir bular birinchi sakradi. Unda ular o'ylab tepaga sakrash kerak xolos deb o'ylab. Tezlikni hisoblamaymiz. O'shaning uchun bularga ikkinchi imkoniyat beramiz. Tayyormisiz? 1, 2, 3. Rahmat Addishi tushunganinglar uchun 5 ta yapay. Ziyoda uchun like bosib qo'yinglar. To'g'ri. Hozir biz ular natijasini ko'rdik va shuni bildikki, bu o'yinda aniq ikkita ishtirokchi o'yinni tark etadi. Bular esa afsuslar bo'lsinki Marjona va oh my god. Kabish ketdi. Sadira. Gapinglar bo'lsa gapiringlar. Marjon sening gaping O'qishga kech qolayotgandim. ko'rganinglarda challenge shunaqa ikkita odam chopsak, xudo xolasa bitta g'olib qoladi. Bo'ldi, bemalol. Lina boshlaymiz. Ikkinchi imkoniyat uchun rahmat. Chunki men chumay qoldim-da anoda. Foydan chumay qoldim. Lekin birinchi o'rin oldim. Agarda kimgadir meni nomerim yoki Telegramim kerak bo'lsa, izohlarda yozib qoldiraverasiz. Hozir meni intervyu ketadi. Saytga olib turing. Agar yutsangiz pulni nima qilasiz? Nima qilasiz? Nima yo'qsiz? Habib, pul yutsang nima qilasan? Kabish bilan aylanishga chiqaman. Habib, bo'ldi, Habibni bo'yida. Habibni. Chiqishinglar mumkin Habibni ketdi. Ya, keyingi ishtirokchimiz mening intervyuda. Assalomu alaykum. Yutsa pul yutsangiz nima qilasiz? Operatorga beraman deb hozirman chiqaraman deb. Operatorga. Davay, davay. Qancha beraman? Pul yutsangiz nima qilasiz? Menga beraman. Menga berasiz. Hali mavzularni shu. Asadbek pul yutsangiz. Kit bo'ldi, zur dunyoda. Men bularning dinozavr payt Pul yutsangiz nima qilasiz? men birinchi savatda pul yutib olsam, Qaysi beraman? Menga sog'il. bizning gaday, adin gadayga mayli insofliman men. Men insofliman. Menga otam shunday deb bergan. 200 so'm beramiz. Mayli, yo'q, bunga 200 so'm ham ko'p. 50 tiyin bor. 50 tiyin bor, o'shani beraman. Eshitdilar, pul yutsangiz nima qilasiz? Mendan so'ranglar, nechalar so'rmaydi. Men oldim videoni. Aslarchi bolalar. Pul yutsangiz. Qanaqa nima ishlaysiz? Kompyuterga narsalarga, boshqa narsalarga. Voy, sarasi. Yana ochiqroq aytinglar. Oilaga tashlaman videoni. Ketgan aytdi. Bir million yutib olsam, короче, birinchi dars olaman. Keyin yangi kofta chiqqan maktabga, bachka qo'shla qolaman. 500 ming yapacağım 500 ming. Okey. Nima olasiz masalan 500 mingga? Butsi. Apa? Bezosli. Mana shu narsani so'ranglar. Ana bitta mana massajga boraman dedi. 1 million yutib olsangiz nima qilasiz? Massajga boraman dedi bitta. Hazil dedi. Hazil ekan. Просто video uchun, content uchun
rahmat. Aytgancha, sizlar bu videoga kelmagan bo'lsanglar, biz bunaqa video boshqa qilmaymiz. Men sizlardan xafaman. Lekin shuni bildim. Afsuslaninglar. Afsuslaninglar. Men lekin shu kelgan omonchilarga katta rahmat aytaman, respekt bildirib qo'yaman, chunki qanaqadir menimcha his qilgan. Ya'ni men shunaqa maza qilyapman, bular bilan vaqt o'tkazib. Hatto kabesh jamoasi bilan vaqt o'tkazib kelgan, bunchalik maza qilyapman. Hozir bizda ikkinchi challenge, ya'ni hamma bitta oyog'ini ko'tarsin. Hamma bitta oyog'ini ko'tarsin. Davay, ko'taramiz. Ko'taramiz. Yana teparoq. 1 2 3 sakrash boshlaylar. Dinozavrlar. Yes, sakrash. Birinchi chiqib ketgan ikkita odam chiqadi. Sakraymiz, davay. 5 sakra. Oyoq damlashtirsa bo'ladi. Yo'q. Oyoq almashtirishga mumkinmi? Oyoq almashtirishga mumkinmi? Yo'q. Tushdi bitta. Kim? Yaxshidagi bo'lgandim. Hala tushiringlar degan yo'q-ku. Hay, bilan bexuz. Oyog'im tortish qoldi. Xursandmiz sizlar. Dinozavrlar yutdi, dinozavrlarda. Boshqa o'sha 5 boshqa tashib qo'yinglar. Do'stim nima? O'sha atrof bo'ylab tashing. Edit qilamiz, doy. Hay, bilan bexuz chiqib ketdi, yana bizning challenge'imiz davom etadi. Yana 10 minutdan keyin bular oldi. Habibdan ham intervyu olaylik. Hopmi? Obunachilarga salom aytib qo'y. To'g'risi, men bu bola chiqib ketganda judayam xafa bo'lib ketdim. O'zlarim ko'rib turibsizlar. Shuning uchun men o'zimga galimni Habibga bermoqchiman. Sen chiqib ketmoqchimisan? Sen chiqib ketmoqchimisan u uchun? Yapsa shu o'ylab ko'ring. Sen u uchun. Yarim soat o'ylab o'tiring. Ya. Hazırlanışdım, pul o'zimga kerak. Endi sen insof bilan gapiray dedim-da, lekin bermayman buni. Niye unaqa deding? Yig'lab. Xursand bo'lib ketdim, o'zim beraman. Lekin bermayman, pul o'zimga kerak. Men yuragim tosh, mendan mehr kutmanglar. Ne siz jimsiz bola? Tezroq challenge boshlasin dedim. Siz anamisiz? Ana musirakdagi Anna. Menga turmushga chiqdim. Yo'qolay. Bola. Ketiga aytayim Jahongirmidi bu bola. Aytmading-ku, qo'ygan, aytmading-ku. Yana. Hey, o'tirish mumkin emas. 2013 Do'stim. 2013. Men o'qishgan ba'lash 2006 deb, u sinus 2000. Qari nima deb yuribdi sen ani 2013 bola? Men 2013 va shifta ko'p qo'yiladi. Uyam 2013. Qaranglar, hozirgi challenge'imiz mana bunaqa bo'ladi. Mana bunda yana o'shunday turinglar. Hamma qo'lni tepaga ko'taradi. Voy, men aniq yutqazaman. Realni ko'tarsin. Qizlar, mana bunaqa bukilib turmaslik qo'yinglar. Qaranglar, davay, gapirmaslik. Gapirmaslik kerak. Kulmaslik kerak. Muxatsqach ko'rinmayapti. Aslida sizga ham Bir-birini ushamanglar qo'linglar, birga ushamanglar qo'linglar. Muqaddas rostdan o'rtaga borib o'tirsang bo'larkan. O'tirsang.
Qanaqa o'tirish mumkin? Ko'ting qo'yib o'tirasan. Ya! Niye gülüyorsunuz? Ya! Ya! Bak Jahongirga ishonaman. Men syomka qilaman. Men mana shu o'raymi? Gapirish mumkin emas. Yoshlar eshitib aloqadan keyin e'tirozlar bildirmanglar. Gapirish mumkin emas. Bizada pauza, chunki Farida shu joyda gapirib yubordi. Afsuski buni kameraga olishga ulgurmay qoldik. Gapirib yubordi. Farida gapirib yubording sen. Qaranglar, endi esa kulolmas. Gapirmas, ham gapirmasa ham kulmaysiz, okeymi? Men chiqdim demak boshqalarni ham chiqarishim kerak. Yo'q, qisib o'tirib tur challenge paytida. Videoga olish kerak, so'ylash kerak axir. Soatlar qanday? Soatlar qanday? Muqaddas? Chiqmoqchimisan? Ha. Unaqa bo'lmasmi? Yo'q. Bir-birlar kuldirish. Kulvaray deb turibdi-da buni. Kulvaray deb turibdi-da buni. Yomon boshqasi. Gidiklama. Qidirlamalar. Bildirmanglar. Kuldirishinglar. Ya Abduhakim Basharangin nima bo'lgansiz? Lekin bor bir chekib o'tibdir, ne peshonasi bulardi. Basma. Kutdik, ammo hech qaysi bir qatnashchimiz kulib yubormadi. Suv olish uchun o'tiribdi. Bu joyini topolmadik. Uzr so'raymiz, lekin ko'p muhim joylari kameramizdan o'chib ketibdi. Shunga holatda chiqarib bormaymizmi yoki chiqarib borasizlar? Ovoz beringlar. Bu qanaqasiga men suvda olishim kerak edi men. Yozayotgan ham olib bergani ham yo'q. Akaga javob bermaysiz-da. Yo'q, men qaraganimda sen o'tirganing, akam quyapgandi. Hali olmagani, o'shaning uchun kim bilan olayotgan o'tirishimiz. kim qurdi? Nomda qilib qo'yinglar. Do'nnozik o'ynanglar, kim yutsa, o'sha qanaqa do'nnozik? Yer ostidan do'nozik o'ynaylik. Nimaga demaysiz? Do'nnozik o'ynaysan. Sen muqaddas bilan o'ynaysan. Agar sen yutsang qolasan, agar bu yutsa chiqasan. Bittada. Bitta. Davay. Muqaddas yut. Bo'ldi, muqaddas qoladi Muhammad Ali, bo'ldi. Men ovadim yo'q, Farida. Jahongir shu paytda dam olinglar degani uchun o'tirib baklashka o'ynab o'tirgan ekan. Bu chiqib anan aylantirib olibsiz-ku baklashkani. Ya birinchisi halol. Anodan ham beri shunaqa qilyapti. Davay. Yo, muqaddas tushuntirib ber nima bo'lganini, tushuntiringlar. Hozir biz videoga olmayotgan paytimizda qanaqadir gaplar ketib, dam olsin, mayli degan gaplar ketdi, lekin o'tirish mumkin emas degandik. Jahongir dam olsin degan gapni eshitib, Farida qani? Xuddi bunga o'xshadi. Qarash mumkin. Bu ham shunaqa situatsiya bo'lib qoldi. Sen ham shunaqa. Do'nozik o'ynaylik. Do'nozik o'ynab Suli, fa. Men senga chiqib dedim. Voy! Xafa bo'lmang, to'y bizga ham boshda tushib ketdi. Men unga qaychi qil dedim, qaychi. Voy, dam ol degani o'tir degani emas-ku. Hozirgi shartimiz, ya'ni challengeimiz. Eshitinglar, Islomxon keling. eshitinglar. Birdan boshlaysan, birdan 20 gacha faqat toq so'nglarsangizlar. Keyin 20 dan 1 gacha yana toq so'nglar. 20-90 emas. Toq deyapti. Birinchi shartimiz Muhammad Ali. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19. Tezkaz. 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1. Yes. 12 60. Islomxon keling endi. 1 2 3. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1. 11 70 75. Nechi? 11 75. Keyin Asad. Hozir boshlagandan keyin tushunmaydi. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 19 17 15 13 11 9 7 Unaqa 5 Bir. 1. 15 11. O'sha birda ertaroq aytsangiz bo'lardi. bittagina qisqabdi yo'q. O'zingiz xayolingiz joyiga qo'yib 2 3. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 17 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1. 15 32. Mendan pasmi? Nima bo'ldi? 1 2 3. 1 3 7 9 1 3
7 dedingiz. Muqada sразу adashganlar chiqaraman dedi. Ikkita odam chiqsa bo'ldi. Yo'q. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1. Oh, 16:33. Vay! 16:33'te bu. Hozir bizda zona qisqardi, ya'ni doirachani kichaydi. Chunki shamoda qoldi. Hozir yana bitta shart bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir minutlardan keyin unda ikkita odam chiqadi. Hozir qiz bola bilan birga Yana ikkitagina challenge qoldi. Qaranglar, hozir bizda bularga mini challenge'imiz bor. Ya'ni mini challenge deb bo'lmaydi, buni katta challenge desak bo'ladi. Oyoqlar bittadan cho'qalashdi. Xohlagan oyoqlar biroqlar o'zlaridan kelib chiqib ko'taring. Men mashq ketdim. Ikkita odam chiqib ketgancha turasizlar shunaqa. turamizmi? Ikkilar shartmi? Turasizlar, qimirlamanglar. Oyoq Yo'q. Sal balandroq ko'taring siz oyog'ingizni o'sha. Qiz o'z bitta qiz bola Men bitta gap aytaymi? Mana bunaqa qilish mumkinmi, yo'qmi? Shuni bir aytib so'rang. Masalan, ko'tarib turibdi-ku. Mana bunaqa harakatlantirish mumkinmi? Yo'q, yo'q. Ana bolalar ko'p kitob. Endi aytdi-ku. Ana yana baribir qimirlab ketdingiz. Bitta imkoniyat bor. Apa, realda shunaqa qilish mumkinmi, yo'qmi? Yo'q. Aytgandan keyin ham baribir qildingiz. Aytgandan keyin ham baribir qildingiz. Sakradingizmi? Sakran bitta bordim. bitta sakra. Aytgandan keyinmi? Aytgandan keyin unda chiqasiz. Voy. Bo'ldi. Endi sizlarga oyoqlar tushiravringlar, qo'linglar ko'tarasizlar endi. Bitta qiz bola qolib ketmaydi. Bir marta aytaman, boshqa qaytarilmaydi. Qo'linglar tekis turadi. Mana bu bukilsa, darrov chiqib ketasiz. Boya shunaqa bo'ldi rostdan. Qanday? Qayrish mumkin emas dedim. Qayrish mumkin emas. Mamalar yutmasam, mazan qochiraman. O'zim harakat qilyapman. Muhammadali va E'zoza naqd yarim soat shu holatda turishdi va birdaniga 500 kelyapti-yu. Yo'q. Hozir qaysi biringdir pulsiz qolasan, bo'lma. 500. Bo'ldi ana. Bo'ldi. 500 dan ikkitasi bo'lishadigan bo'ldi. Ikkalasini kadrga oling. qarang qiz. Ketganday tuyulib ketdi. Voy, yomon lekin. Voy, yig'lab yubordi. Yaxshi ham ko'proq turmasizlar a. Zo'r bo'ldi. Oxirigacha zo'r bo'ldi. Zato bekorga bo'lmadi, 500 ming arziydi. Voy Muhammadalini. Tugadi, nihoyat tugadi. Ikkalasi zo'r tugagan ekan. Bu qizimizni qiynamoqchi emasdik obunachimizda. Mazam bo'lmay qoldi. 1 millionni endi 2 ga bo'lib oldik va o'z egalariga beramiz. Muhammadali va E'zozaga. Bu o'yinimiz sizga ham qiziq bo'lguncha o'zingizlar emotsiyalar aytib qo'yishingiz mumkin. Juda ham og'ir. Juda ham og'ir. Qo'lim qisqamay qoldim. Seniki emotsiya dahshatdir. Bu просто bu narsani qiyin. Yana kelasizlarmi? Albatta men kelaman birinchi o'rinda. Yes. Men juda xursand bo'ldim mana shu aynan shu kontentimizga obunachilar kelganda. Men ko'pchilik keladi deb o'ylagandim, lekin kamchilik bo'lsa ham juda ham qiziq bo'ldi menimcha. Albatta videoga like bosib va o'zingizlarni kim yutadi deb o'ylaganinglarni kommentariyada belgilab ketinglar. Chunki videoning boshida men yes, ziyoda yutadi deb o'ylagandim. Hamma o'ylagan. Yutadi deb o'ylagandim. Men nimaga gapirmadim boshida? Hamma men yutaman. Men prosta ishonib oxirigacha keldim. Demak, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi va sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr!